sinov jarayonida laboratoriya sharoitida namunalar tayyorlaymiz. Bunda 12801 6-bat bo'yicha bizda hozir yirik donali asfalt beton qorishmani 110 gradusdan kam bo'lmagan haroratda qizdirib olamiz. Qolibimizda esa 90-100 gradusda qizdirib olinadi. GOS 12801 5-jadval bo'yicha taxminiy miqdorda 1900-2000 gram qolipga solib olamiz. Keyin tebranish maydonchasida 3 daqiqa davomida tebratamiz. Tebranish maydonchasidan olib gidravlik pressga 3 daqiqa davomida 20 megapaskal kuch ostida bosamiz. Qayta tayyorlangan namunamizni balandliklarini o'lchab olamiz. 102 balandlik chiqdi. Bu GOS 12801 talablariga mos keladi. 101+-2 bo'lishi kerak. Agar namunaning balandligi GOS standartiga mos kelmasa, formula orqali uning aniq miqdorini aniqlab olamiz va namunani qayta tayyorlaymiz.